Dadam, o'qishgatim diplom oldi. Молодец o'g'lim. Qo'chqorsinglar. Nima qilsin? Tabiat aka. Ha, to'g'ri, men nima suymoqchisiz? Hayajonda endi diplom olibdi. Yo, prichom ya? Diplom berqani? Qizil diplom olamadingmi? Zat o'zim kuchim bilan oldim. Og'zingni yopay darmayt. Har sessiyaga mana bu otang, mani xotinim bilan qaynsinglarni bozorga chiqib sotadi shuni. O'g'lim Toshkentga yo'qibdi dedi. Yo, domlon o'qishdan haydayman desa, meni ukalarimni tandiq qilib berib bilan otang bor-ku, uylanmagan qo'chqor go'shlar bo'ladi deb. Ay, 2 marta shunday bo'lib qoldi-da. Ingliz tili uch. Bilmaysan inglizcha? Do you speak English? Where are you from? How old are you? Bizlar domlamiz yomon bo'lganda uch qo'ygan. Ladna. Oliy matematika 3. Bilmaysan matematika? Pi nechiga teng? 3,14. O'g'lim Klichkaga shamollaysiz. Xo'p. Yo, mana shu tupoy uchun men dadamni amakim chiqarib sotdingizmi? Ay, diplom bilan ishlaydi endi. Ish topdingmi? Men topaman. Yo, qanday endi topasan? Hech bo'lmasa mana shu otangni uylagin, bechora otang o'zi yemay, o'zi ichmay, turskasi yirtiq bo'lsa ham 4 yil sana o'qitdi. Sen meni maqtayapsanmi, yerga uribsanmi? To'g'risi ham to'g'ri, 4 yil yemadingiz, ichmadingiz. Bechora mana shu sigir ro'zg'or tortib sut berib. O sanamda ukajon bir ish top, menga ishonma. Meni ham yoshim o'tibdi. Xo'p. Chop bizga o'tib ketdik, abid qilishimiz kerak. Diplomim bering. Bermayman. Sen nima qilasan? Bu nima qiladi? Men magistr kiraman, 2 yil o'qiyman. Nima qilasan?